Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda sizlarga 21-martdan 28-mart kunigacha bo'lgan ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 va 28-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-22-martda 5-10 daraja iliq, 23-27-martda 7-12 daraja iliq, 24-26-martda 8-13 daraja iliq, 27-28-martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21 va 27-martda 20-25 daraja iliq, 22-26-martda 22-27 daraja iliq, 28-martda 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24-25-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 22-23 va 26-28-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-22-martda 8-13 daraja iliq, 23-28-martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21 va 27-28-martda 20-25 daraja iliq, 22-26-martda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24-26-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 22-23 va 27-28-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-26-martda 7-12 daraja iliq, 27-28-martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21-23 va 28-martda 20-25 daraja iliq, 24-27-martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-23 va 27-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24-26 va 28-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21-22 va 28-martda 20-25 daraja iliq. 23-27-martda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 23 va 27-28-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-martda 5-10 daraja iliq, 22-26-martda 7-12 daraja iliq, 27-28-martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21-martda 17-22 daraja iliq, 22-24 va 28-martda 20-25 daraja iliq, 25-27-martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida
Havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 24-25 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21 martda 0,5 daraja iliq, 22-28 martda 3-8 daraja iliq, kunduzi 21 martda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 22-28 martda 19-20 daraja, 22-28 martda 14-19 daraja iliqgacha ko'tariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.